Agar o'tinglarda shunaqa qalampirlar juda ham ko'p bo'lsa, uni quritishga shoshilmanglar. Qalampirni baklashkaga muzdagina suvga tuzlashni o'rgataman. Qalampirlarni qizil-qizillarini mana shunaqa ajratib, tozalab yuvib olamiz. Keyin mana shunaqa og'zi kattaroq baklashkani olib, unga ukrop, lavrovый list, chesnok va qalampirlarni mana shunaqa ketma-ketlikda solamiz. Baklashkani og'zi kattasini tanlasanglar, qalampir solish osonroq bo'ladi. Agar to'lib ketsa, baklashkani bitta-ikkita qattiq suvga urib yuborsanglar, ko'proq qalampir sig'adi. Keyin tuz va uksus solib, ustidan muzdekkina suvni quyib, yopib qo'ysanglar bo'ladi. Bemalol qishda qarsillatib yeyishinglar mumkin. Ko'chanikidan 1000 marta a'lo bo'ladi. Ha, aytgancha, baklashkani qopqog'ini yopishdan oldin unga uksus solib 1-2 aylantirib keyin yopsanglar, uni uzoq saqlashga yordam beradi. Albatta, mana shu usuldan foydalanib ko'ringlar. Qalampirning suvi tiniq turib beradi. Uni suvidan uksus sifatida ham foydalansanglar bo'ladi.